Dostlar, bir minut vaqtlaringizni alamın. Ko'p odamlar söylep tur, sen қазақша söyleydi bilmeysin, o'quvdi bilmeysin, qo'ya qol, arnani qo'ya sal deb. Dostlar, bar narsa birden bo'lmaydi. Bir uy salganda da birden uy bitib ketmaydi. Bar narsa azıntaydan keyin bo'ladi dostlar. Sol uchun qo'ldav kutaman. Bar yaxshi bo'lатын шығар. Hali vaqt oldinda. Bari birinchi қазақша auditoriya bilsin deb harakat etib turman. Sizlardan tek qana qo'ldav, kommentariy yozamiz dostlar, like bosamiz, arnaga tirkelamiz. Осы so'zimga kommentariyada javob kutaman dostlar. Barchaga rahmat. Barchaga assalomu alaykum dostlar. Sizlar men sport жаңалықтары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Qozog'istonlik nokautlar sultani ex-chempioniмен ayqasqa chiqadi. Kasbqo'y ringda jengilib ko'rmagan qozog'istonlik bokschi Sultan Zaurbekning kelesi jekpe-jegini vaqtimen qayda o'tayotgani belgili bo'ldi. Nokautlar sultani 5-savr Astanada o'tayotgan boks keshining qatsib Oңтүстік Afrikalik Azingo Fuzilmen judoqtasadi. Jekpe-jek ikkinchi jartlay jengil salmoqda o'tadi, ya'ni 10 raundga eseptelingan. Fuzile burun IBF International chempioni bo'lgan, ya'ni IBF uyumining Afrikalik titulini yelengan edi. Ayta ketaylik, Astanadagi boks keshining basta ayqasida o'rta salmoqda WBO ya'ni IBF chempioni Janibek Alimxonұлы titullarini fransiyalik Anuel Nigamessinga qarshi qo'rg'aydi. Sizlar men sport жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi.